Hello YouTube sizlar bilan o'sha Filio Gaming vakili. Bugungi videomizda nima qilamiz? Bugungi videomizda o'sha jahon chempionati, ya'ni World Cup International Cup 2026 2026 o'zbekcha gapiraylik. 2026 o'yinini davom ettiramiz. Bugungi raqibimiz Kolumbiya, Portugaliya. Kolumbiyaga qarshi men Portugaliyani, chunki biz Ronaldoni chempion qilamiz. Bu yoqda eng yaxshi o'yinchi Ronaldo bo'lsa, bu yoqda esa hamma bilgan o'sha Luis Diaz. O'tgan videomizda kim ko'rmagan bo'lsa tezroq ko'rsin. O'sha videoda men tarkibni qanday shakllantirganim bor va mujassam qilib qo'yilgan. Kim bilmasa ikkita qismi chiqdi va hatto like olishga ulgurdi. Bu juda mana kanalim bo'yicha yaxshi natija. Ronaldo va men nima o'zgartirdim? Men nima desam? Kamera o'zgartirdim. X nasriga qo'llaganimdan so'ng James Rodriguez, Jones, Bruno. Ronaldo'ga pas, Cancelo, pas va Ronaldo! Gol! Cristiano! O'zining jesini qilib nishonlayapti golni. Yaxshi kombinatsiya. Offside ham yo'q. Torres nima qilishni ham bilmadi. Suarez bu tanmaganlar Sportingda o'ynaydi. Ajoyib mavsum o'tkazdi Luis Suarez va dubl. O'tgan o'yinda 7 ta gol va ikkinchi o'yinda esa hat-trick, 10 ta gol va 21 ta, bu bilan 23 ta gol urdi jami jahon chempionatida Ronaldo. Va Kylian Mbappening hozirgi haqiqiy stasis Kylian Mbappening rekordini buzib o'tdi. Degani faqat o'yinda Ronaldo sochini sari rangga bo'yadi. Xotinchasini o'zgarlagandir. Ronaldo fanatimi? Fon orqasiga o'zlar uchun katta uzr so'rayman. Va birga bir vaziyatda Ronaldo pant bermaydigan o'yinchi. 41 yosh, bu faqat raqamligini isbotlaydi bu o'yinchi. Raqamligini. Pastashyapti, lekin Ronaldo buni qilib pastashaydi. Bruno Fernandes Manchester Unitedning asosiy yuzi. Play short to the back. Rafael Leao agar shular va Nuno Mendes jarohati bo'lmasa Ispaniyani yutgan bo'lardi. Ispaniyadan keyin Fransiyaning bu ikkinchi juftlik juda katta natijalar ko'rsatgan bo'larmidi. Mendes lekin jarohat sabab safdan chiqdi. Trincao Ronaldo super gol. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chempionlar Ligasiga izohlab qo'ying. Losing possession. Voy, Vargas.
Olik va Cancelo. Cancelo. Pas. Pas. Ronaldo. Nimasi bu? Cristiano. Restart from the goalkeeper. Ronaldo oldu. Ronaldo hücumda. Ronaldo zarba. Kaç uğradı bu? Oy zarbana. Building from the back. Losing possession. Through ball. Trincao nima yugurmaydi bu o'yinchi. Ronaldo qaraydi. Kolumbiya yengib o'rayapti. So the second half is underway now. Ronaldo zarba. Qanaqa masofada gol bo'lgan bo'lardi. Uysal. Looking to keep Burchak possession. nishonlagan ekan. Losing Trincao. possession. A good piece of Ronaldo defending to'pni brings beryapti danger to an end. Trincao'ga. Trincao Ronaldo juftligi zarba. Ages. O'yinchi yo'q, tepish kerak edi. Ikkita o'yinchi oldimda turibdi. Restart from the goalkeeper. Fails to keep the ball. A through ball attempt. Siz Kylianni tanlaysiz. Losing possession. Buni kommentariyaga izohlab keting. Keeping possession nicely. Va gol! Cristiano Ronaldo! Super chef-d'œuvre 3! Uy! Bunaqa gol like arziydi. There goes the Qanaqa ball. gol urdi bu? O'yinchi odamsan o'zi. O'yinda ham o'zing ko'rsasan. It has to be. Uy, yomon mixladi. Sending it deep. O'sha eng mashhur Lamining ham voy ko'rib chakaga osiladi. Yana bitta o'xshamay qoldi. Umuman o'ylamagandim gol bo'lishini. Chiqib ketdi deb o'yladim-da. The supply. Chiqib ketdi deb o'yladim, lekin Ronaldo-ku bu. Yana nimani isbotlasin? Jahon chempionatimi? Jahon chempionati qilamiz. Ronaldoni qilamiz. Ronaldo uchun. Might be able to get in behind the defense. Losing possession. Ronaldo darvoza to'qsoniga tegib ketdi. Qaranglar. Iyo, tegmadi. Subs getting ready. Bu golga Marco Rodriguez tushdi. Bu videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Fails to keep the ball. Shunaqa shedevr gollarni Keeping ko'rasiz. possession nicely. Carrying the ball forward. Edit qiladiganlar edit qilsin. Striking from long range. Voy, nima bu? Keeping masterclass. Bruno Fernandesga, Firing from Fernandes Vitinhaga, Vitinha Ronaldo. Gol! Cristiano. It's the substitution. Again. Fails to keep the ball. Ronaldo to'pni oldi va Ronaldo shetdan zarba. Mana gol! Ronaldo! Cristiano! Mana kim u? Voy buni. Voy bu zarbani. Buni qara shunaqangi aylantirdi. Now is the time for him to go to the bench.
Voy. Yana nimani isbotlasin? Yana zarba. Roberto Carlos'ni ortda qoldiradi-yu o'yinchi. Substitution it is. Launching it long. A through ball attempt. Va Ronaldo hujumga o'tdi. Ronaldo. Amazing save. Voy Ronaldo. Almashdi Ronaldo bo'ldi. Bu MVP'ni aniq ilib ketadi va bunaqa shedevr gollar Mendeshga mos bo'lib qoladi. Poor decision making. Heavy shot. Uy, Ortiz. Ronaldo masta bu. The goalkeeper has done exceptionally well. Shedevr golni ko'rdik, zavqlandik. It's in. Uy, shunaqa zarba yo'lladi. Voy, gol bo'lmay qoldi. Ustulla qaraylik. Trying to find the target man. YouTube obunachilar videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like va obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Sizlar bilan mana shu video bo'laman, короче. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu shedevr gollarni albatta edit qiling. Sizlar bilan mana o'sha video MVP'ni ko'rib ketasizlar. Bu Cristiano Ronaldo va buni o'rgandi. 9-daqiqa, 16-daqiqa, 30-daqiqa, 41-daqiqa, 57-daqiqa, 85-daqiqa va 90-daqiqalar. MVP Ignacio bo'ldi. Tablisada 9 ochko va bizlar 3-raundda tugatdik va 16 finalga keldik. Ispaniya, Kolumbiya, Fransiya, Niderlandiya, Argentina, Turkiya. Argentina emas, Uruguay, Argentina. Let's go. Aslida hayotda Cabo Verde chiqdi. Braziliya, Niderlandiya, Germaniya turibdi. What the fuck? Bu videomiz yoqmasa like va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan video unda xayr.